Ba'zida insonlardan uzoqroq yurgisi kelib qoladi inson. O'shandayda bir tog'ga ham chiqib bir dam olgisi keladi. No, bu manzara yaxshi. Chem o'rtoqlar bilan qo'shilib oshmosh to'yma-to'y yurgandan miya dam oladi, dunyoqarash o'zgaradi. Самое главное toza havo. Toza havo tanga davo deydi. Ma'naviy hordiq olish uchun juda yaxshi yer. Hamma yerda bor shunaqa bir tog'li zonalar. Borish kerak, hech qancha pul ketmaydi. Во-первых, birinchi o'rin shu hammani o'ylantiradigan pul bo'lsa, pul ko'p ketmaydi. Ko'rasizlar, menga qolsa-ku, tepalarga, yo'llarga chiqib kelyapti. Har narsa bo'lishi mumkin bu yo'lda. Kontroli yo'q hozircha. Chegara belgilanmagan, shunday ish olgan mumkin emas deb. Ammo chiqsa bo'ladi lekin. Lekin qo'rqyapman, to'g'risi. Inson tabiatda qo'rquv bo'ladi, qo'rquv bo'lmasa tepadan chiqib sakraveradi. Qo'rquv har narsa bo'lishi mumkin bu yerda. Chayon kutilmaganda ilon chiqib qolishi mumkin. Yo'qlari katta, narag'i o'rmonga o'tib ketadi, daraxt zo'r, inson yo'q, hech narsa yo'q. Aytib bo'lmaydi har xil shaqalmi, shakal deydi o'rislar, bizda chiya bo'ri deydi. Hammasi chiqib qolishi mumkin. Mana bolachalik kelishyapti, hozir pastga qaytarib yuboraman.